Assalomu alaykum hammaga. Demak, milliy sertifikatga tushgan original misollardan yana birini ko'rib o'tamiz. Bu yerda meva tarkibida 80% suv bor. Demak, biz mevani x deb belgilab oladigan bo'lsak, x bu meva, unda 0,8 x bu suv, undagi suv. Xo'p, 0,2 x esa bu quruq meva. Ya'ni buni quritgan taqdirda ham o'zgarmaydigan qismi hisoblanadi bu quruq meva. Ana endi e'tibor bering. 25 kilogramm kamayibdi quritilgandan keyin. Endi esa unda suv 60% ni tashkil qilyapti. Shunda quruq qismi 40% ni tashkil etadi. Demak, biz yozamiz 0,2x bu quruq qismi edi. Endi u bizda 40% ni beradi. Chunki 25 kilogramm kamaygan. Xo'p, x minus 25 kilogramm esa bizda 100% mahsulot bo'lib qoladi. Chunki quritilgandan keyin mana shu mahsulot qolgan. Endi proporsiya qilamiz. Bunda 20x imiz teng 40x minus 1000 bo'ladi. Shunda 20x imiz teng 1000, x teng 50 kilogramm chiqadi. Demak, meva dastlab 50 kilogramm bo'lgan. Bizda javob C varianti.